Irfanxon o'limidan atigi 4 kun oldin o'z onasidan ayrilgandi. Pandemiya tufayli esa u hattoki dafn marosimiga ham bora olmagandi. Oradan bir necha kun o'tib esa Hindiston o'zining eng buyuk aktyorlaridan biridan ayrildi. U Hindistonning Rajastan shtatida kambag'al oilada dunyoga keldi. Uning oilasi kun kechirishga zo'rg'a pul topardi. Yoshligida Irfanxon professional kriketchi bo'lmoqchi bo'lgan, hattoki nufuzli jamoalardan unga taklif ham tushgan. Ammo uning oilasi musobaqalarga qatnashish uchun yo'l kira haqqini to'la olmaydi va u o'z orzusidan voz kechib aktyorlikni tanlaydi. Aynan mana shu qaror uni butun hayotini o'zgartirib yuboradi. Ko'p yillar davomida u kichik rollarni ijro etardi va nihoyat uning iste'dodini butun dunyo tan oldi. Xarobadan chiqqan millioner filmi unga xalqaro mashhurlikni olib keldi. Ammo 2018-yilda aktyor dahshatli xabarni e'lon qiladi. Shifokorlar unda kam uchraydigan neyroendokrin o'smasi borligini aniqlashdi. U deyarli 1 yil davomida Londonda davolandi, o'z hayoti uchun kurashdi. Og'ir kasal bo'lishiga qaramasdan so'nggi filmida rolini ijro etdi. 2020-yil 25-aprel kuni Irfanxonning onasi vafot etadi. Karantin tufayli u dafn marosimiga bora olmaydi va masofadan turib xayrlashadi. Oradan 4 kun o'tib, kasallik tufayli va yo'g'on ichak infeksiyasi oqibatida Irfanxon Mumbaydagi shifoxonada vafot etadi. U atigi 53 yoshda edi, ammo millionlab odamlar uni filmini hanuzgacha sevib tomosha qilishadi. Irfanxon iste'dod va matonat ramzi sifatida tarixda abadiy qoladi.